17 bab. Filistiyaliklar jang qilish uchun qo'shinlarni yig'ib, Yahuda zeminiga tava Soko degan shaharda jam bo'ldi. Ular Soko va Azika shaharlarining o'tirsidagi Afas Dammim degan yerda bargoh qurdi. Savul bilan Isroillar lashkarlari birlashib, Iloh jilg'isida bargoh qurib, qo'shinlarini tizib, Filistiyaliklar bilan jang qilishga tayyorlandi. Filistiyaliklar bu tarafdagi tog'da, Isroillar bo'lsa u tarafdagi tog'da turishdi. Ularning o'tirsida bir jilg'i bor edi. Filistiyaliklar tarafdan Golet degan bir kuchtunkur o'tirg'i chiqdi. U Gat shahridan bo'lib, bo'yining egizligi 3 metrga yaqin edi. Beshiga tuch dubulga, uchisiga zanjir savut kiyib qorallangan bo'lib, zanjir savutning eg'irligi 60 kiloga yaqin keladi. Pachiqiga tushdan yogak bog'lab, o'shnisiga bir tush nayzi isvagan edi. Qo'lidagi nayzining dastisi raq to'qiydigan dastgohning o'qidek tom edi. Tömür uchining eg'irligi bo'lsa, taxminan 7 kilo keladi. Golyatning oldida bir lashkar uning cho'ng qalqinini ko'tirib mang'atdi. Golyat Isroillarga qarab turib mundaq deb to'ldi. Sizlar sahab tuzib nima qilmoqchisizlar? Mana men Filistiyalik-ku. Sizlar faqatla Savulning qullari emasmi? Qani, ishinglardan biraylarni tanlab, mening yonimga keltiringlar. Agar u men bilan elishib, meni o'ltirib yutalsa, biz sizlarga qul bo'layli. Agar uni men yengib o'ltirib yutalsam, sizlar bizga qul bo'lib xizmatimizni qilinglar. U Filistiyalik so'zni yana davomlashtirdi. Men bugun Isroilga qo'shinini sharmanda qilaman. Qani, men bilan ilishqili bir odam chiqiringlar. Savul ve bütün İsraillar bu Filistiyalikning gaplarini anlab, aloqzodi bo'lib, qo'rqishib ketdi. Davud Yahuda zeminining Beytlehem shahridagi Afrata jamiyatidan bo'lgan Yishay degan odamning bolasi bo'lib, Yishayning 8 o'g'li bor edi. Savul hukm surgan davrda Yishay yashinib qolgan bo'lib, ko'pchilik uni hurmatlatdi. Yishayning 3 cho'ng o'g'li Savul bilan jangga chiqqan edi. Jangga chiqqan tunji o'g'lining iti Eliab, ikkinchisining iti Abinadab, uchinchisining bo'lsa Shammah edi. Davud o'g'illarining eng kichigi bo'lib, uning 3 cho'ng aksi Savul bilan birga jangga chiqqan edi. Davud ba'zida Savuldan ayrilib, Betlehemga qaytib, otasining qo'ylarini beqib keladi. Yilqi Filistiyalik Golyat 40 kungacha atigini va oqshimi chiqib urushga da'vat qilib turdi. Bir kuni Yishay o'g'li Davudga: "O'g'lim, sen mavu bir xalta qo'moch bilan 10 nonni yugurib berib, bargohga, aqllaringga opirib bergin. Yana buni 10 bo'laq irimchiqni ularning qo'mondoniga be. Hem akıllarının hal ahvalını uqib, ulardan biren nişane alğaç gel dedi." Davud'un 3 aksi Savul padişah ve başka İsrail'ler bilen birlikte İlah jilg'isida Filistiyliklarga qarshi jang qilib o'tdi. Davud ertasi sahar turib, qo'ylarini boshqa bir podshohga topshirib qo'yib, otasi Yishayning so'zi bo'yicha yemeklarni elib yo'lga chiqdi. U bargohga kelganda İsroillar qo'shini jangga chiqayotgan bo'lib, hammaylar chiqqon ko'taryotdi. İsroillar bilan Filistiyaliklar jang qilish uchun yuzma-yuz saf tuzib turishdi. Davud narsalarni ta'minot boshqaruvchisiga topshirib, o'zi qo'shinning yeniga yugurib berib, aqllariga salom qildi. U ular bilan so'zlashib turganda, Gatlik kuchtunkur Golyat Filistiyaliklarning qo'shinidan chiqib, avvalgi so'zlarini takrar to'ldi. Davud uning so'zlarini anglab turdi. İsroillarning hammasi Golyatni ko'rish bilanla nihoyatda qo'rqib qechishdi. İsroillar bir-biriga: "Ana, uni ko'rdinglarmi?
yana İsraillarni haqoratlab atıdı. Podsha uni o'ltirgan odamga jiq boylik inom qilib, o'z qizini mu xotinlikqa berdi ekan. U odamning otasining oilasini bo'lsa, har xil boj seliqdan xalos qiladi ekan, deyishyotdi. Davud yenida tuvalladin. Bu Filistiyalikni o'ltirib, İsraillarni bu haqoratdan xalos qilgan kishi nemiga erishdi ekan? Mangu hayot Xudoning qo'shiniga haqorat qiladigan bu xatnisiz Filistiyalik o'zini kim deb o'ylaydi ekan? deb so'radi. Kishilar uningga Golyatni o'ltirgan kishiga berildigan inomlarni deb berdi. Davudning eng cho'ng akisi Eliab Davudning kishilar bilan qilishgan gapini anglab, uningga ochiqlab, "Nemi deb bu yerga kelding? Daladiki boyo'qi bir qancha qo'ylarni kimga topshirding? Men sening kibrlikingni va ko'nglingdagi yomon o'yingni bilaman. Sen amaliyotda jangni ko'rgili kelding", dedi. Davud bo'lsa, "Men nima qildim? Savol so'rashga bo'lmamdi", deb javob qaytardi. Va akisining yenidan ketib, boshqa odamlardan shu savolni takror so'rdi. Yanila o'xshash javobga erishdi. Davudning gaplarini anglaganlar uning deginini Saulga yetkazgan edi. Saul Davudni qichqirib kelishga odam avatdi. Davud Saulga: "Oliylari, hech kimning ashu Filistiyalikdan qo'rqib aloqasida bo'lishining hojati yo'q. Fikr, u Filistiyalik bilan erishishga chiqaman", dedi. "Sen qandoqmi u Filistiyalik bilan erishishga chiqa olaysan? Sen texi kichik tursan. U bo'lsa yosh vaqtidan beri jangchi", dedi Saul. "Oliylari, Fikr, otamning qo'ylarini beqib keyotiman. Shir yoki iyiq kelib qo'ylardan birarsini elib qochsa, ularni qo'g'lab berib, urib, eg'izlardan qo'ylarni tortib olaman. Ular qo'pib menga yonsa, yaylardan tutib elib, urib o'ltirayman. Fikr, shirnimi o'ltirgan, iyiqnimi o'ltirgan. Mangu hayot Xudoning qo'shiniga haqorat qilayotgan avo xatnisiz Filistiyalikning oqibati ashu shir va iyiqdak bo'lsin", dedi Davud va gapini davomlashtirib. "Parvardigor meni shir va iyiqning changilidan qutqizib olgandek, ashu Filistiyalikning changilidanmi qutqizib oladi", dedi. "Bo'pti amsa. Bag'in, Parvardigor sana yor bo'lsin", dedi Saul Davudga va uningga o'zining jang kiyimlarini, ya'ni uchisiga zanjir savutni va beshiga tuch dubulg'isini kiydirib qo'ydi. Davud Saulning qilichini jang kiyimlarining ustidan ostida mengib bakmoqchi bo'ldi. Ammo burun jang kiyimlarini kiyib bakmag'achqa tuzuk mang'almidi. U Saulga: "Men bu kiyimlarni kiyib jang qila olmayman. Chunki men ularga odatlanmagan", dedi va ularni silib etdi. U qo'liga tayiqini elib, jilg'idan 5 siliq toshni terib oldi va ularni podichi xaltasiga soldi. Qo'liga bo'lsa solg'isini elib, u Filistiyalik tarafga qarab mangdi. U Filistiyalik Golyatmi Davud tarafga qarab yaqinlashib keldi. Qalqon ko'targisi bo'lsa uning oldida mangdi. Davud ikki mangsi qizil kelishgan yosh bola bo'lg'achqa, u Filistiyalik uniga zang selib qarab qo'yib mangsitmidi. Filistiyalik Davudga: "Sen qo'lingga tayoq elib, mening yenimga kelibsan. Men itmidim", dedi va o'zining ilohlarining nomlari bilan Davudni qarg'idi. U yana Davudga mundoq dedi: "Kelila, men teningni havodagi qog'a, quzg'unlarga, dalodagi yavoyi hayvonlarga beray. Sen nayzi qilish bilan menga qarshi kelding", dedi Davud u Filistiyalikka. "Lekin men bo'lsam, sen haqoratlab turgan Isroilga qo'shnining Xudosi, qudratli sardor Parvardigorning nomi bilan sana qarshi keldim. Mana bugun Parvardigor seni mening qo'limga topshirdi. Seni o'ltirib, kallangni teningdan judo qilaman. Shundaqla
Filistiyalik leşkerlerinin cesetlerini havadaki kuzgullarga ve yeryüzündeki hayvanlarga berimen. Şunun bilen bütün alemdekiler İsraillarının perverdigarının barlıkını bilip kalıdı. Yani bu yerge yığılgan hemmeylen şunu bildi ki perverdigar öz halkını kutuluşta kılıç bilen neyzge tayanmaydı. O cengde şüphesiz galip kelgüsüdür. O silahını bizden kolumuzga tapşırdı. Golet Davud'a hücum kılgılı onun aldığı karab toxtulmay manganda Davud o Filistiyalik bilen iliş üçün o tarafki karab ittik yugurdi. Davud haltısının bir taşını ilip, salgısığı silip, bir itividi. O taş Filistiyalikinin del pişanisiga tegip, petip kirdi. Filistiyalik yagi düm düştü. Şunda kılıp Davud o Filistiyalikni salga ve taş bilen yendi. O çağda Davud'un kolunda kılıç yok idi. O yugurip kelip Filistiyalikning g'ilipidan qilichini sug'urib elib, uning beshini kesib oldi. Shuning bilan Davud o Filistiyalikni o'ldirdi. Filistiyaliklar o'z polvonining o'lganligini ko'rib qochdi. Yahuda qabilasidan va Isroiliyaning boshqa qabilasidan kelgan lashkarlar qiya-jiyo qilishib Filistiyaliklarni Gatgacha va Aqron qovuqigacha qo'g'lab bordi. Öldürülgen Filistiyaliklarning jasadi Şaarayimga boradigan yo'lgacha, hatto Gat va Aqrongacha yetib ketdi. İsraillar Filistiyaliklarni qo'g'lab qaytib kelgandan keyin ularning bargohini bulab talidi. Davud Golyatning beshini Yerusalimga elib bordi. Uning qurol yarig'ini bo'lsa o'z chedirida qoldirdi. Saul Davud'un herki Filistiyalikning oldiga elishishga chiqqanligini ko'rishi hamon qo'shinning bosh sarkardisi Abner'din. "Hey, Abner, bu yigit kimning o'g'li ekan?" deb so'radi. "Ey podshoyi olam, nomingiz bilan qasam qilamanki, men rostilla bilmaydi ekanman", dedi Abner. "Sen berib so'rab baq. U yigit zodi kimning o'g'li ekan?" dedi podshoh. Davud Filistiyalikni o'ltirib kelganda Abner uni Saulning huzuriga boshlab kirdi. Filistiyalikning beshi uning qo'lida edi. "Ey yigit, sen kimning o'g'li bo'lasan?" deb so'radi Saul. "Men Betlehemlik qullari Yeshoyning o'g'li bo'laman", dedi Davud.